hozir sizlarga grantni qayta taqsimlash bo'yicha kitobxonlik test natijalarini yuklab olishni ushbu video orqali tushuntirib o'tamiz. Browserdan ma'naviyat.cdp.uz platformasiga kirib olamiz. Kirgandan keyin kirish orqali bizga Xemis orqali berilgan ID yoki ya'ni login paroldan foydalanib parolga pasport seriyamizni kiritamiz. Xo'sh, kirganimizdan so'ng bizdan xavfsizlik talablarini saqlagan holda parolimizni yangilash talab etiladi. Bunda o'zlaring eslaringda qoladigan kamida 8 ta belgidan iborat parol qo'yishlaring kerak bo'ladi. Xo'sh, parolni yangilab oldik. Mana xavfsizlik talablarini bajarmasanglar o'zi tizim qo'ymaydi, chunki 8 ta belgidan kam bo'lmagan katta harflar ishtirok etish kerak. Shunga sal murakkabroq parol qo'yishlari kerak bo'ladi. Mana ko'rdinglar, parol murakkabroq qo'ygandan keyin tizim ruxsat berdi. Bizga asosiy kirgandan keyin o'zi mana xohlasanglar o'zi tizimga ko'rinadi. Sizlar test topshirgansizlar, natijalaringiz tizimda o'ng tarafda qaydnoma sifatida turibdi. Shuning uchun buni yuklab olasizlar. Yuklab olingandan keyin buni o'sha kerakli tashkilot, ya'ni so'ragan ma'lumotga MyXemis.uzga taqdim etishlaring mumkin. Mana ko'rib turishlaringki, natija bermada ko'rinib turibdi. Berilgan 10 ball olingan. Buni o'sha MyXemis.uzga yuklab taqdim etishlaring mumkin. Mana natijalari tayyor.